Bozorda yetakchi bo'lish uchun qanday qadamlar kerak? Aynan shu haqda to'liq ma'lumotni Venture zihniyati kitobida o'qib bilib olishingiz mumkin. Venture sarmoya bu nafaqat kompaniyalarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, balki bozorlarni o'zgartirish va texnologiyalarni rivojlantirishning kaliti. Professor Ilyas Tribulayevning fikriga ko'ra, venture sarmoya tomonidan moliyalashtirilgan kompaniyalar bugungi kunda dunyo bozorlarini boshqarayotgan gigantlarga aylangan. Yirik kompaniyalar qanday rivojlandi? Apple, Amazon, Tesla, Meta, Facebook, Microsoft, Google va Netflix kabi kompaniyalarning barchasi yosh startaplar sifatida venture sarmoya tomonidan moliyalashtirildi. Bu kompaniyalar bugungi kunda 18,6 trillion dollar qiymatga ega. Venture sarmoya kapitali nafaqat kompaniyalarni boyitgan, balki bizning hayot tarzimizni, ishlashimizni umuman tubdan o'zgartirgan. Venture sarmoya haqidagi batafsil ma'lumotlarni Venture zihniyati asaridan o'qing. Kitobga buyurtma berish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.